Viloyat hokimligi axborot xizmati tomonidan Farg'ona tarixi haqida so'zlaymiz loyihasi orqali qiziqarli ma'lumotlarni berib borishda davom etamiz. "45 kunda qurib bitkazilgan Farg'ona kanali xalqimiz birdamligi va hamjihatligining yorqin namunasidir. 20-asrning ulkan qurilishlaridan biri bo'lgan Markaziy Osiyo xalqlarining turmush darajasini yaxshilash borasida katta burilish yasagan katta Farg'ona kanalining tarixi barchamiz uchun qiziqarli. Buning boisi shundaki, u asosan qo'l kuchi bilan tuproq qazilib, o'z nihoyasiga yetkazilgan va Farg'ona vodiysida bunyod etilgan eng yirik gidrotexnik inshootdir. Katta Farg'ona kanalining qurilishi aholining unumdor yerlarga bo'lgan ehtiyojini qondirib, bir necha asrlar mobaynida qamish bosib yotgan botqoqliklar hamda qum barxanlarining o'rnida ekinzorlar, bog'lar va tokzorlar yaratish imkonini berdi. 1939-yil 1-avgustdan boshlangan xalq hashari bilan Katta Farg'ona kanali juda qisqa muddatda 45 kunda qurib bitkazildi. Shundan keyin Katta Farg'ona kanali 1940-yilda Tojikiston hududida yana uzaytirildi. Xalq hasharida 180 ming nafar ishchi va dehqon hamda 3 ming nafar muhandis texnik xodim qatnashdi. O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston hududidagi 500 ming gektar sug'oriladigan yerlarning suv ta'minoti yaxshilandi. Yangi yerlarni o'zlashtirish imkoniyati paydo bo'ldi. O'sha davrning mashhur san'atkorlari Tamaraxonim, Halima Nosirova, Lutfxonim Sarimsoqova, Gavhar Rahim va boshqalar halol mehnat qilayotgan hasharchilarni madaniy xizmat ko'rsatish bilan qo'llab-quvvatlaganlar. Farg'ona tarixiga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishib borish uchun bizni kuzatib boring.